Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 20-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda fa harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Fa harfi so'z boshida yozilganda birinchimda yumaloq holatda yozib olamiz, keyin quyidagi cho'pcha orqali keyingi harflarga ulanadi. So'z o'rtasida yozilganda ham xuddi shu yumalog'i bilan biz buni fa harfi ekanligini oson bilib olsak bo'ladi, hamda ustida bir dona nuqtasi bor. Mana e'tibor bersangiz, hamma holatida so'z boshida ham, so'z o'rtasida ham, oxirida va alohida holatlarda ham ustida nuqtasi bor hamda yumolog'i bor. Biz bundan buni fa harfi ekanligini osongina bilib olsak bo'ladi. So'z o'rtasi yozilishi ham shu. Mana yumaloq qo'yiladi, ustiga nuqtasi bor hamda undan oldin va keyin harflar bo'lgani uchun quyidagi cho'plar orqali ulanadi. So'z oxirida yozilishi esa alohida holatdagi yozilishiga o'xshaydi. Mana e'tibor bersangiz, faqatgina so'z oxirida bo'lgani uchun undan oldin harf bo'lgani uchun ulanadi. Alohida holatda esa undan oldin va keyin harflar bo'lmagani uchun quyidagi holatda yoziladi. Asosiy farqi buni ustida bir dona nuqtasi hamda yumolog'i borligidan fa harfi ekanligini oson bilib olsak bo'ladi. Bu harf fa harfi deb ataladi, lekin o'zimizdagi f harfi bilan bir xil o'qiladi. Hech qanaqa farqi yo'q. Demak, juda oson ekan. Ismi fa ekan, lekin o'qilishda o'zimizni f harfiga o'xshab talaffuz qilaveramiz ekan. Endi keling, kitobdagi ayrim so'zlarni o'qib ko'ramiz. Mana kitobdagi so'zlarni o'qib ko'radigan bo'lsak, f a m fam, f a n fan, k a f kaf. Mana bunisiga e'tibor beradigan bo'lsak, f a l a k falak. Qarang, bitta bu harf l bu. L harfini o'rtada kelishi, bunisi esa k harfi. Shunda f a l a k falak. Endi bunisi k a f a n kafan. O'sha qoida, agar siz hali ham o'qishga qiynalayotgan bo'lsangiz, o'rtadan boshlab o'qiyverasiz, tepa pastda qaysidir belgi chiqib qolsa o'qib ketaverasiz. Mana n a f a r nafar, f a v r u favru, f a v z u favzu. Qani, bitta ham so'z bor ekan, ikkita so'z bor ekan. F a h fahmu, fahmu. F i k r u fikru. Endi pastdagi so'zlarni o'qib ko'ramiz. Z i f. Bu yumaloq tepasida bo'lishi kerak. Sal kitobda xato ketib qolibdi. Z i f zif r u zifru. K i f kif l u kiflu. F u ham mana tepasida bo'ladi buni. F u l ful ful. Naw far. Naw fal. Fahima. Yafhamu. Ifham. Iftatana. Mana ham bir o'qib ko'ramiz. Bu yumaloq tepasida bo'ladi. Iftatana. Mana bu t, bunisi bu ham t, mana ikkita nuqtasi borligidan t-ligini bilib olsak bo'ladi. Endi pastdagi so'zlar. Y a f yaf ta tinu. Yaftatinu. Mana qarang, bu t'lar noodatiy holatda yozilyapti. Lekin qarang, ikkita nuqtasi borligidan buni t ekanligini oson bilib olsangiz bo'ladi. Bular Qur'onda shu holatda yoziladi, noodatiy holatda, shuning uchun bu kitobda berilgan. Boshdan o'qib ko'ramiz. Yaftatinu. Iftakaro. Iftakaro. Yaftakiru. Shu holatda hammasini o'qiyverasiz. Men bir nechtasini hozir yozib ko'rsatib beraman sizga. Mana bir nechta so'zlarda yozilganini ko'ramiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, f harfi o'zi asosan ikkinchi katakda yoziladi mana. F a m fam, f a n fan. Mana yozilishlariga e'tibor berasiz. N 2-3 yozlarda. Mana f harfi 2da, k ham ikkinchi katakda, k a f kaf. Mana bunisi f a l ak falak, kafan, nafar. Mashq holatda yozasiz. Xo'p, sizga uy vazifa yana har doimgidek bo'ladi. Birinchi navbatda 20-darsni ko'chirib olasiz. Keyin ko'rsatib berganimizdek, mana bu holatda bir nechtasini yozib ko'rsatib berdik. Siz o'zingiz shularni hammasini yozasiz. Keyin yozib bo'lganingizdan keyin ushbu so'zlarni ham o'qib chiqing. O'qigangizni bizga jo'natsangiz, uni ham tekshirib beramiz. E'tibor bering, nechta so'z bo'lsa, shuncha sekundda o'qishga harakat qiling har birini.
Xo'p, keyingi darsimiz yana 2 kundan so'ng soat 21:00 da bo'ladi. Keyin Telegram ijtimoiy tarmog'iga ulanmaganlar uchun Telegram kanalimizga ulaning. Har kuni 14:30 da test bo'lyapti. Siz testlar orqali yana ham yaxshiroq natijaga erishishingiz mumkin.